Ustalarga osonlashdi. O'zbekistonda umuman yangilikda zo'ri bo'lyapti. Nima qilyapti deb o'ylashlar mumkin. Endi apparatni oladigan bo'lsangiz, mana skuter balonlar aravamizni tekinga qo'shib beradi. Razmerlari 27 sm dan 1 metrgacha bo'lib ketaveradi. Kaplik olganlar ana shu skuter balonlar kallaskangiz mutlaqo tekin bo'ladi. Mana bu zinalarimiz ko'ryapsizlar, 3 pog'onadan 7 pog'onagacha bo'ladi. 3 pog'onasi, ya'ni 4 pog'onasi 1 million 200 ming so'mdan yuqorilashga ketaveradi. Lesalarimiz 1 metrligi 530 ming bo'ladi. 2 metrlik kerak bo'lsa-lang 650 ming so'mdan bo'ladi. 0.25 kubali beton mishalkamiz bor. 3 million 700 ming so'mga mis motor bo'ladi, garantiyalari bor. Bundan tashqari balonli kalaskalarimiz, Damas balon, Labo balon, skuterli balonli kalaskalarimiz atigi 450 ming so'mdan boshlanadi. Bundan tashqari bayoklarimiz bor, 550 mingdan boshlanadi. Kimga qaysidan kerak bo'lsa bemalol bog'lansalang bo'ladi. Xo'p, mana bu apalapka ham shu stoykalarga ishlatadi. 1 metrligi 1 million so'm bo'ladi. 4 metrgacha qarab yuqorilashib ketaveradi. 4 metrgacha zakaz qilib berar ekan. Ustalarga hamma narsa bor ekan. Bemalol kimga qiziq bo'lsa ekran pastda nomerlar bo'ladi, kelaverasiz. Farg'ona viloyati Dehqonobod, ya'ni kommentariy o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirib qo'ysalar bo'ladi.